bepushtlik bilan shug'ullanadigan reproduktolog shifokorlar uchun eng yoqimli narsa nimaligini bilasizmi? Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu ham bo'lsa mana budir. Mana qaranglar. Bemorimizni homilador bo'lganligini belgisi hisoblanadi. Mana bemorimiz bizlarga demak yozyapti. Doktor bizda tabiiy homiladorlik bo'ldi deb yozyapti. Bemorimiz bizlarga 6 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib keluvdilar. Biz ularga eko amaliyotini qilib, ilk urinishda homilador bo'lishlariga yordam bergandik. Allohdan hammasi albatta, lekin alhamdulillah bizni sababchi qilgan ekan, homilador bo'lib ketuvdilar. Samarqand viloyatidan bemorimiz yaqinda bolachalarini ko'tarib keldilar. Shunaqangi darajada xursand bo'ldik. O'g'ilcha farzandli bo'lgan edilar. Ikkinchi bolaga harakat qilish uchun keluvdilar. Bizlar ekoga yana tayyorgarlanish uchun dorilarni yozib beruvdik. Alhamdulillah homiladorlik tabiiy yuzaga kelibdi. Bu juda ham reproduktolog uchun xursandchilik hisoblanadi. Nima uchun? Har bir bemorimiz o'zi homilador bo'lsa shunaqangi quvonib ketamiz, lekin bir marta eko qilgan bemorimiz ikkinchi marta tabiiy homiladorlik yuzaga keladigan bo'lsa, juda xursand bo'lamiz. Buni bir tushuntirib berish juda qiyin hisoblanadi. Salomat bo'linglar.